Misrdagi piramidalar qurilganiga deyarli 5000 yildan o'tdi, ammo boshqa imoratlardan farqli o'laroq, u o'zining mustahkamligi va sayyohlarni o'ziga rom etishi hech bir jabhada kamaygani yo'q. Uni qanday qurish mumkin? Piramidalarni qurishda biror texnikadan foydalanilganmi? Bu hatto ko'plab olimlarni o'ylantirgan savol. Bugun ushbu sirlarni ochishga harakat qilib ko'ramiz. Siz qanday video ko'rishni xohlaysiz? Instagram sahifamizga o'ting va bizga yozing. Biz albatta siz aytgan videoni tayyorlashga harakat qilamiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Qadimgi misrliklar hayotiy g'oyalariga ko'ra, tananing o'lishi bu ichki ruh boshqa bir tanaga qaytib keladi va u boshqa hayotda yashay boshlaydi deb o'ylashgan. Piramidalar aynan ular boshqa olamga o'tish uchun qurilgan. Piramida ichiga faqat fir'avnlar qo'yilgan, chunki oddiy insonlar bunga munosib emas deb hisoblashgan. Piramida ichiga qo'yilgan odam boshqa olamga pok holatda o'tishi mumkin deb o'ylashgan. Chunki loyqa suvni piramida ichiga qo'ysangiz, u borgan sari o'z-o'zidan toza suv ko'rinishiga keladi. Balki shuning uchun ular shunday o'ylashgan. Misrliklar boshqa bir hayotda, boshqa bir tanada o'tishiga ishonishiga qaramay, ular hozirgi hayotdagi tanalari abadiy saqlanishi kerakligi haqida qayg'urishgan va mumiyalashni o'ylab topishgan. Mumiyalash aynan Misrda o'ylab topilgan. Siz Misr piramidalari haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga egasiz. Misrdagi eng mashhur piramida bu Xeops piramidasi hisoblanadi. Bu Misrning tashrif qog'ozi desak bo'ladi. Chunki aynan ushbu piramidani ko'rish uchun keladigan sayyohlar ham talaygina. Ammo Misrni aylanadigan bo'lsak, 130 dan ortiq piramidani ko'rishingiz mumkin. Ularning aksariyati o'zining turli xususiyatlari bilan ajralib turadi. Djoser piramidasi dunyodagi eng qadimgi yirik tosh bino hisoblanadi. U miloddan avvalgi 2650-yilda qurilgan deyiladi manbalarda. Xeops piramidasi eng mashhur piramidaligi haqida aytib o'tdik. Uning asl balandligi 146,6 metrni tashkil etadi. Hozirgi kunga kelib 138,7 metrgacha tushdi. Shunga qaramay, u juda mustahkam. Uning balandligini solishtirish uchun 46 etajli binoga boqing. Bunday balandlikdagi piramidani 5000 yil oldin qanday qurishgan? Biz sizga yaqin orada tushuntirishga harakat qilamiz. Piramidaning qurilishi odatda 20 yildan 30 yilgacha davom etgan va shu kungacha ko'p odamlar piramidalarni fir'avnning buyrug'i bilan qullar tomonidan qurilgan deb o'ylashadi. Bunday e'tiqod Xeops piramidasini doimiy ravishda ishlaydigan 100 ming qul tomonidan qurilganligini ishontirgan tarixchi Gerodotning guvohligi taqdim etilganidan keyin jamiyatda paydo bo'lgan. Hozirgi paytda ko'plab olimlar qadimgi Misrda bitta obyektni qurishda ishtirok etadigan juda ko'p qullar bo'lishi mumkin emasligini tasdiqlashdi. Bundan tashqari 100 ming kishi bir vaqtning o'zida ishlay olmas edi. Va bu afsona ekran boshlangandan keyin 20-asrda doimiy ravishda kuchayib bordi. Qadimgi Misrga bag'ishlangan turli xil filmlarni chiqarishdi, lekin qullarni unutish vaqti keldi va bu mo'jizalarning qullarga hech qanday aloqasi yo'q. Ba'zi odamlar Giza shahridagi Misr piramidalarini Yahudiy xalqi Giza shahridagi piramidalarning qurilishi bilan ajdodlarining hech qanday aloqasi yo'qligini tan olishga majbur bo'lishdi, chunki ular qadimgi Misr hududida paydo bo'lgan edi. Ko'pchilik bu kabi ajoyib inshootlarni qurish ortida o'zga sayyoraliklar bo'lgan deb o'ylashadi. Hozirgi kundagi birinchi raqamli milliarder Elon Musk ham ancha yil oldin o'z Twitterida piramidalarni o'zga sayyoraliklar qurganiga ishonishiga taxmin qilgan. Buni esa Xeops piramidasining koordinatalari ko'rsatib turibdi. Vakuumdagi yorug'lik tezligi uchun doimiy bo'lgan son bir xil va garchi piramidalar g'ayritabiiy bir narsaga o'xshasa-da, ular albatta musofirlar tomonidan qurilgan emas. Aksariyat tadqiqotchilar, olimlarning fikriga ko'ra, Xeops piramidasi ikkita jamoa tomonidan qurilgan. Asosiy jamoa va yordamchi asosiy guruh 4 kishidan iborat bo'lgan. G'isht teruvchi va yuk ko'taruvchi minglab ishchilar. Ular o'z karyeralari davomida ishlashgan va oilalari bilan piramidalar yonidagi qishloqda yashashgan. Piramidalarni qurish uchun asosiy materiallar ohaktosh, qumtosh, angidrit va gips hisoblanadi. Chunki ushbu materiallar nisbatan yumshoq va yengil bo'lgan. Ko'pincha misrliklar yaxshi oq tosh deb nomlangan ohaktosh ishlatishgan. Misrliklar uni chiroyli yengil qattiq tosh deb atashgan, chunki u oddiy ohaktoshdan ko'ra kuchliroq va vayronaga chidamli edi. Qoplama uchun Misr albasteri, ya'ni travertin ishlatilgan. Kamdan kam hollarda ularni mustahkamlash uchun granit, bazalt kabi materiallardan foydalanilgan. Toshlarning og'irligi 2,5 tonnadan ortishi ham mumkin. Endi ular qanday qurilgani haqida gapirsam. Olimlar juda ko'p o'ylanishgandan so'ng Misr piramidalari qurganda tosh bloklari nam qum ustiga ko'chirilganligini isbotladilar. Olimlar shunday yozilgan manbani topishdi. Bunga misol qilib chanani aytsak bo'ladi. Ho'l qum kerakli tortish kuchini yarim tavsifga kamaytiradi. Nam qum ostida siljish osonroq bo'ladi. Chunki qum oldinda to'planib qolmaydi. Sababi bu faqat
qum quruq bo'lgandagina amalga oshadi. Ko'rganingizdek, aql hamma joyda qo'l keladi. Albatta, Asterix va Obelixdagi damlamani ichishganda balki ishlari tezroq bitardi. Ammo ular bunday qilmadilar. Demak, siz kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, like bosish yoddan ko'tarilmasin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.